Mendan juda ko'pchilik so'rashadi, qushlarimni ko'paytirishda qanaqa dori, qanaqa vitamin bersam bo'ladi deyshadi. Bunday mahsulotimiz bor. Bu mahsulotimizning nomi Elem Vital Or hamda Premix Primum. Bu mahsulotimiz qushlarimizni ishtahasini yaxshilaydi, o'stiradi, immunitetini ko'taradi, stressni oldini oladi, shuningdek mahsuldorligini oshiradi. Ya'ni qushlarda yaxshi bolalar berishini ta'minlab beradi. Bu mahsulotimizning patentlari bor, hujjatlari bor. Men o'zim shu mahsulotdan foydalanib kelyapman. Effekti Xudoga shukr yaxshi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bilasizlar, har xil dorilarni reklama qilavermayman. Eng yaxshisini sizlarga ham ilindim. Bu mahsulotimiz ikki xil ko'rinishda. Bittasi suyuqlik, bittasi parashok hisobida o'tadi. Suyuqlikni suvga aralashtirib beriladi. Qushlar uchun 1 gram shpritsda 5 litr suvga aralashtirib berasiz. Muntazam berib boraverasiz. Parashok hisobidagisini esa salatlariga, tuxumlariga, har xil yakki ko'rimlariga aralashtirib berasiz. Bu mahsulotimiz qushlardan uchrab turadigan har xil kasalliklar, shamollash, ich o'tishi, ko'zini shamollashi, o'zini tuxumini yeb qo'yish, pati to'kilishi, tulash jarayonini tezlashtirib beradi. Общий vitaminlar kompleksi hisoblanadi. Doimiy berib borilsa, qushda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Agar doimiy berib borilmasa ham, 1 oy berib, o'rtada yana qanchadir vaqt pauza qilib turib, yana 1 oy bersa bo'laveradi. Foydasi inshaalloh juda yaxshi bo'lyapti.